Ka'ba-i muazzamada o'qilgan bir rakat namoz nafil namoz. Boshqa masjidlarda o'qilgan 100 ming rakat nafil namozga teng. Barakotli o'rinlardan Madina-i Munawvara. Madina-i Munawvara muborak birodarlar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina-i Munawvaraga Robbisidan barakot tilab duo qilganlar. Allohumma ja'al bil madinati dhi'fa ma ja'alta bi Makkah minal baraka. Muttafaqun alayh. Parvardigor Madinaga Makkaga bergan barakangdan 2 barobarini bergan. Muhammad alayhisolamning duolari ijobat birodarlar. Makka begidan ko'ra 2 barobar ko'proq baraka berdi deb duo qilyaptilar Rasululloh. Allohumma barik lana fi madinatina va barik lana fi sa'ina va muddina. Ikkinchi duolar. Parvardigor Madinamizga baraka ber. Bizga so'yimizni va muddimizni barakali qilib ber. Ya'ni o'lchov birliklari. Masjidun Nabaviy barakali birodarlar. Unda o'qilgan bir rakat nafil namoz boshqa masjidlarda o'qilgan 1000 rakat nafil namozga teng. Masjidul Aqso va uning atrofini Alloh taolo barakotli qilib qo'ydi.